Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi obzorimizda 2 litrlik turbina motor hamda 190 ta ot kuchi bilan jihozlangan Jack Sandry mikroavtobusi bo'ladi. Ushbu mikroavtobusimiz liniyachi akalarimizni juda ko'p qiziqtiradi azizlar. Albatta 2026-yilgi restalling variantimizni oldingi 2025-yilgi variantlaridan katta farqlari, o'zgarishlari bor. Bulardan bittasi plus taraflari, albatta tormozning sistemalari yangilangan, yaxshilangan, mashinamiz ekonomik qilingan, oldingiga qaraganda benzin rasxodlari kamaytirilgan, tezligi, razgomi, avgomi oshirilgan. Mikroavtobusimizni bizning Aziyamotor avtosalonimizdan kelib bevosita xarid qilishingiz mumkin azizlar. Eslatib o'tamiz, biz kecha ochilib qolgan zavod O'zbekistonga kelgandan keyin ish faoliyatiga tushgan salon emasmiz. 9 yildan beri iminimash soha bilan shug'ullanamiz. Birinchilardan bo'lib Jack Sandry mikroavtobusini ko'pchilik o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz biladi. Biza olib kirganmiz respublikaga birinchilardan bo'lib. Shuning uchun ham aynan eng ishonchlisi, eng sifatlisi, eng garantiyalisi biz bo'lamiz azizlar. Hamma zapchastlarimiz mavjud, servis xizmatlarimiz mavjud. Servisimizda 20 yillik tajribaga ega xitoylik ustalarimiz faoliyat yuritishadi. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Jack Sandry sizlarni kutmoqda.